Assalamu alaykum qarindoshlar. Men Amerikadan doktor Mehmet imen. Men bugun biz uzunga so'zilgan bu vaboga nisbatan qandaq pozitsiyada bo'lishimiz kerak degan temada qisqacha bir leksiya so'zlab o'tmoqchi. Bu leksiyada men asosliqi bu vaboning hozirgi ahvoli, uning bilan yuqumlanib saqayganlarda paydo bo'lgan uzun muddatlik yomon oqibatlar va bizning bu vaboga nisbatan qandaq pozitsiyada bo'lishimiz to'g'risida ba'zi tavsiyalarni o'tirib qo'yib o'taman. Tövəndə diqqətinglər leksiyaning asosiy mazmunida bo'lsin. Hammamizning xabar bo'lganidek 2 yildan buyon davom qilib kelayotgan bu vabo butun dunyo miqyosida keng ko'lamlik vaksina emlashga ergishib oz to'la besiqishga boshlagan bo'lsa-mu, biroq nayta afsus 2021-yili 11-oyda Omikron virusining o'tirg'i chiqishi bilan bu vaboning tarqalish ahvoli tez suratda ig'irlashib, butun dunyo miqyosida qaytadan tahdid yaratmoqda. Omikronning kasal paydo qilish va o'ltirish kuchi garchi burunqi virus turlaridek undaq kuchlik bo'lmasa-mu, biroq uning tarqash kuchi nihoyat kuchlik va tez bo'lganligi uchun uning bilan yuqumlanganlarning tez suratda ko'payishiga ergishib, kasal bo'lganlar va u kasal sababidan o'lib ketganlarning sonimi nisbatan oshib bormoqda. Bu vabo tarqashga boshlagandan keyin u vaboni keltirib chiqargan viruslar uzluksiz o'zini o'zgartib turgani uchun aslida unumlik deb qaralgan vaksinalarning hozir ustunlikni egallagan Omikronga qarshi unumining uncha yuqori emasligi ma'lum. Bu vabo bu Omikron virusi bilan oxirlashamdi yoki virusning yana yangi turlari paydo bo'lamdi? Bu vabo yana qancha uzun davom qiladi? Hozircha bularga aniq bir nima demak tez. Shunisi aniqki, bu vaboning uzunga so'zilishiga ergishib, kishilarning bu vaboga nisbatan toqati to'shab ketyotidi. Shu sababdan ba'zi kishilar ig'ir darajada tushkunlashgan va jiddiylashgan bo'lsa, yana ba'zi kishilar u vaboga burunqidek jiddiy qaramaydigan ahvollar mavjud. Mening qarashimcha, bu vabo havoning isishiga ergishib, hozirdan ko'p yaxshi kontrol bo'lishi mumkin. Ammo qisqa vaqt ichida butunlay yo'qolmasligi mumkin. Shu sababdan biz bu vaboga qarshi tadbirlik bo'lish bilan birga hayotimizni yangi normallikqa moslashtirib davom qilishimiz, muhim ishlarimizni keyniga surmay, planimizni amalga oshirishga tirishishimiz kerak. Shuning bilan bir vaqtda bu vaboga hargiz sal qaramasligimiz kerak. Chunki bu vabo bilan yuqumlangan kishilarning mutlaq ko'p qismi asosan saqayib ketalaydigan bo'lsa-mu, biroq bir qism yuqumlanuvchilar u vaboga giribdor bo'lib saqaygandan keyin ularda uzun muddatlik ba'zi yomon oqibatlar va ergashma kasalliklar paydo bo'ladiganligi ma'lum. Ko'rayotganinglar mushu dunyoda dangliq bo'lgan tabiat jurnalida e'lon qilingan 47910 bemorning ahvolini analiz qilish orqali chiqargan yakunga asoslangan bir maqola, ilmiy maqola bo'lib,
Uningda deyilishicha, bu vabo bilan yuqumlanib saqayganlarningki bir qismlarida 50 dan ortiq yomon oqibat va yoki ergashma kasalliklarningki paydo bo'ladiganligi sistemalik holda o'tirg'a qo'yilgan. Yuqorqi ilmiy maqolada o'tirg'a qo'yilgan ko'p uchraydigan uzun muddatlik oqibatlar tovandikicha. Ya'ni 58% bemorda horg'inlik va mag'dursizlik paydo bo'lgan. 44% bemorda bosh og'rish davom qilgan. 27% bemorda diqqatini yig'olmaslik paydo bo'lgan. 25% bemorda choch tushish kelib chiqqan. 24% bemorda nafaslanish qiyin bo'lish davom qilgan. 23% bemorda ta'm sizimi yo'qolib ketish yoki ta'mni tetiyolmaslik kelib chiqqan. 21% bemorda nafas tizlashish va puriyolmaslik kelib chiqqan. Bular yuqorqi ilmiy maqolada o'tirg'a qo'ygan ko'p uchraydigan uzun muddatlik oqibatlar bo'lib, bu oqibatlar shu bemor shu vaboga giriftor bo'lib to'liq saqaygandan keyin uzun muddat davom qilgan. Undan boshqa tövendeki uzun muddatlik oqibatlarmi ko'rilgan bo'lib, garchi bular yuqorqidek undaq ko'p ko'rilmasimi, lekin 10% bilan 19% orasidagi bemorda ko'rilgan. 19% bemorda osti xarakterlik yo'tal va bo'g'imlari og'rish paydo bo'lgan. 17% bemorda ko'p terlash paydo bo'lgan. 16% bemorda xotirasini yo'qotib qo'yish, es saqlash qobiliyati tovanlash davom qilgan. 13% bemorda tashvishlanish paydo bo'lgan. 12% bemorda tushkunlashish, hazm qilish nacharlashish va ig'irligi tovanlab ketish bo'lgan. 11% bemorda badallari og'rish, yurak tiz so'qish, yurak qolaymaqon so'qish va uxlay olmaslik, qizish qatorliq alomatlar paydo bo'lgan. 10% bemorda o'pkining sig'imi, ya'ni nafaslanish sig'imi tovanlab ketgan. Yuqorqi ilmiy maqolada yuqorqi yomon oqibatlardan boshqa tövendeki bir qism yomon oqibatlarning, ya'ni ig'ir oqibatlarning ko'rilganligini o'tirib qo'ygan. Ya'ni 8% bemorda uxlayotganda nafs to'xtab qilish paydo bo'lgan. 7% bemorda titrak besish, psixikalik binormallik paydo bo'lgan. 5% bemorda o'pka talalashish, ya'ni o'pkiniki nafaslanish iqtidorini cheklab qo'ydigan kasallik paydo bo'lgan. 4% bemorda diabet kasali paydo bo'lgan. Ya'ni shakar yoki qand kasali paydo bo'lgan. 3% bemorda beshqiyish, sakta, put va pochiqi suvliq ishishdek kasalliklar paydo bo'lgan. 2% bemorda har xil ro'y binormallik va ro'y kasallik paydo bo'lgan. 1% bemorda yuqori qon besimi, yurak yollig'i va böbrek zaifligi paydo bo'lgan. Yuqorqilar u vaboga giriftor bo'lgan bir qism bemorlar saqaygandan keyin davomlashgan yomon oqibatlar va ergashma kasalliklar bo'lib, ular bizning alohida diqqat qilishimizga arziydigan ahvollardir. Ya'ni garchi bu vaboga giriftor bo'lganlarning mutlaq ko'p qismi bemalol saqayib ketadigan bo'lsa-mu, lekin bir qism kishilarda yuqorqidek yomon oqibatlar va ergashma kasalliklar davom qiladigan bo'lg'achqa, biz u vaboga sal qaramasligimiz va amal bor u vabodan saqlanishimiz kerak. Uninglik uchun men qarindoshlarga tövendikilarni tavsiya qilaman.
Birinchi, vaboga qarshi tadbirlik bo'lish bilan bir vaqtda yeni normal hayotni davom qilish. Ikkinchi, odam ko'p yerda, ko'p yerlarda yoki ommaviy qatnash, ommaviy sorun va bino ichida cho'qim layoqatlik maskani to'g'ri taqash kerak. Uchinchi, qo'lni yuvib turish, maynat yoki bulg'angan qo'l bilan yuz, ko'z va burunni qalaymaqon tutmaslik. Shaxsiy tozaliqqa alohida ahamiyat berish kerak. To'rtinchi, yuqumlanish ehtimoli bo'lganda, ya'ni o'zimizdan yuqumlanganlik to'g'risida gumon qilgan vaqtimizda tekshirib natijasi aniq bo'lganga qadar amal bor atrofdagilardan o'zimizni ayrim tutishimiz, ya'ni boshqalarga yuqtirib qo'yishdan saqlanishimiz kerak. Bu vabo dastlabda tarqagan vaqtida bu vaboning oldini olish to'g'risida har xil o'xshamagan ko'z qarashlar bo'lib, insonlar qandoq qilib bu vabodan saqlanishni uncha bilmagan bo'lsa-mu, biroq 2 yildan keyingi bugungi kunda bu vabodan saqlanishninki usullari hammamizga asosan ayon bo'libmi, bak layoqatlik maskani to'g'ri taqash bu vabodan saqlanishda alohida rol o'ynaydiganligi ma'lum. Hozir hammamiz bilgandagidek bozorlarda sotayotgan maskalar asos jihatdan, ya'ni 3 cho'ng turiga bo'lingan bo'lib, birinchisi o'zimiz yashayotgan davlatninki o'lchim bo'yicha shu davlatda ishlab chiqarilgan maska, ikkinchisi Xitoyda ishlab chiqarilgan maska va o'zimiz yashayotgan davlatning tasdiqidan o'tgan va qonunliq yo'l bilan kirgan maskalar. Uchinchisi bo'lsa Xitoyda ishlangan, biroq o'zimiz yashayotgan davlatda tasdiqlanmagan, qonunsiz qochoq yo'llar bilan bozorga eqib kirgan maskalar. Endi uchinchi xildagi maskaninki layoqatsiz bo'lish ehtimoli nihoyat yuqori bo'lg'achqa, biz amal bor o'zimiz yashayotgan davlatda o'zimizning davlat o'lchimi bo'yicha ishlab chiqargan maska bilan o'zimizninki yashayotgan davlatga munosabatli o'rinlarninki tasdiqidan o'tgan, ya'ni shu davlatga qonunliq yo'l bilan kirgan layoqatli maskalarni ilishga tirishishimiz kerak. Bo'lmasa maska taqadiq degan bilan layoqatsiz maskalarni taqab qolsak, uninki o'zimizni qo'g'dashda alohida cho'ng unumi bo'lmaydi. Bundan boshqa shu maskani to'g'ri taqash bu nihoyat muhim bo'libmi, bak shu burnimizni to'liq itish, burnimizning atrofini nihoyat yim qilish bu kasaldan saqlanishda alohida muhim. Bu rasmda ko'rsatilgan yuqoridagi 3 xil ahvolda shu maska to'g'ri taqalgan bo'ladi. Tövəndəki 3 xil rasmda ko'rsatilgandagidek maska taqash to'g'ri taqalmagan bo'lmaydi. Ya'ni maska to'g'ri taqalmasa, maskaninki bizni bu vabodan saqlash roli bo'lmaydi. Shunglashqa layoqatli maskani to'g'ri taqash bu vabodan saqlanishda alohida rol o'ynaydi. Buningga alohida diqqat qilishimiz kerak. Bugungi bu leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh hammamizni bu baloyi ofatdan saqlasin, tenimizni salomat, ishlarimizni o'ngishli qilsin. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Xudoga omonat.